Toshkentda mahallalarni obodonlashtirishga 1 trillion so'm ajratiladi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyevga poytaxtni kompleks rivojlantirish, sanoat va transport infratuzilmasini yaxshilash masalalari yuzasidan axborot berish jarayonida ma'lum qilindi. Taqdimotda yangi avlod maxsus sanoat zonasini rivojlantirish rejalari ko'rib chiqildi. 774 gektar maydonda tashkil etilgan mazkur hududda hozirgacha 268 gektarda 28 ta loyiha amalga oshirilmoqda. Ularning umumiy qiymati esa 800 million dollarga teng. Yana 300 gektarda joylashgan 30 ta loyiha bo'yicha investorlar aniqlangan bo'lib, umumiy investitsiyalarning hajmi 400 million dollarni tashkil etadi. Shuningdek, sanoat zonasi hududida 288 million dollar investitsiya hisobiga multimodal logistika terminali barpo etish loyihasi ham ko'rib chiqildi va ushbu loyiha Dubayning DP World kompaniyasi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Terminal ishga tushgach, poytaxt va Toshkent viloyatining logistika imkoniyatlari kengayadi, eksport va import operatsiyalari tezlashadi. Shuningdek, kelgusi yilda mahallalarni obodonlashtirish, gastronomik ko'chalar qurish va sug'orish tizimlarini yangilash ishlariga mahalliy byudjetdan 1 trillion so'm yo'naltirilishi belgilandi. Bundan tashqari taqdimotda Buxoro shahrining sayyohlarni qabul qilish va ularga xizmat ko'rsatish imkoniyatlarini yanada kengaytirish rejalari ham ko'rib chiqildi.